G'usul qilish. G'usul butun badanni yuvish demakdir. G'usul qilish ba'zida farz, ba'zida mustahab, ba'zida bo'lsa mubah bo'ladi. G'usul qanday vaqtda farz bo'ladi? Junub bo'lganda, hayz va nifas to'xtaganda, poklanish uchun g'usul qilish farz bo'ladi. G'usul qanday vaqtda mustahab bo'ladi? Juma kuni, hayit kuni, haj va umra uchun ihrom bog'laganda g'usul qilish mustahab bo'ladi. Yuqorqi farz va mustahabdan boshqa xohlagan vaqtda g'usul qilish mubah hisoblanadi. G'usul qilish usuli. G'usul qilishni niyat qilib, ikki qo'limizni 3 qatimdan yuvamiz. Bulg'angan o'rinni so'l qo'limiz bilan yuvib pokizlaymiz. Namozga tahorat olgandek tahorat olamiz. Chechimizning tegiga suvni to'liq o'tkazib yuvamiz. O'ng tarafimizdan boshlab butun badanni ola qo'ymay yuvamiz. G'usul farz bo'lgan kishilar qanday ishlardan cheklanadi? Namoz o'qish, ro'za tutish, Qur'on tutish va o'qish, Ka'bani tavof qilish va masjidda turish qatorliq ishlardan cheklanadi.